Qorin вообще ochqadi boru. Shu muammoni hal qilish kerak edi lekin. Qorin ham ochqadi bolalar, to'g'ri. Meni ham qornim och. Bo'lmasam billalashib aytaylik hammamiz. Sen o'zing aytgin, ustasan bunaqa ishlarga. Sen o'zing aytgin. Qol yur. Xo'p. Men aytaman, agar mabodo menga bermay qolsa, sizlarga berib. Aytasizlarmi bunga ham berib? Aytamiz sizga. O'tgan safargidek bo'lmaydi? Yo'q, aytamiz, ket. Davay, ketdik. Mengachi? Sizga boshliqni alohida gapi bor ekan. Aytinglar, gapiraman degandinglar-ku. Menga ham bersin. Sen kim uchun jon kuydiryapsan o'zi? Qorin to'ysa bo'ldi, kim sabab to'yganini esdan chiqaradiganlar uchunmi? Mana ularni to'ydirib yana o'zing och qolyapsan. Ertaga och qolsa, sen aytgin deyishadi. O'zlari birlashib gapira olmaydi. Qo'rqishadi. Nimadan qo'rqayotganini o'zlari ham bilmaydi. Boshqa so'zlar uchun gapirishni xohlashadi. Qorin to'ygandan keyin sen bilan ishlari ham bo'lmaydi. Kim uchun kurashmoqchisan o'zi? O'zingni o'ylasang bo'lmaydimi? Ovqatdan ye. Yo'q. Bir kun tushunib yetishadi.